Havoni tozalashning eng zo'r yo'llaridan biri nam sertifikatini solasiz, xuddi shaklda va mana bu knopkani bosasiz oxirigacha. Mana shu 1 minut aylansa 1 metr kubani havosini tozalaydi. Qani shu zaylda biz Almaz Medline klinikasini yon atrofdagi havosini tozalaymiz. Ya'ni bu toza hududga aylanadi. Almaz Medline klinikasi ko'p tarmoqli xususiy klinika. Bu yerda har qanday shifokorlarni topishingiz mumkin. Klinikamiz narxlari kunlik statsionar 250 ming so'mdan boshlanadigan Toshkentda eng ajoyib va eng budjetli va yaxshi variantlardan biri. Hozir buni biz laboratoriyaga topshiramiz. Qani havoni qanchalik ifloslangan zararli mikroblarni tekshirib ko'rsatib beramiz. Ketdik. Arilar o'zi changlantiradi-ya o'zi atrofda. Ari changni tortadimi, nima qiladi? Chang tortmaydi. O'zida oyog'ida changlar. U chang bilan bu changning farqi bor-a? U chang bilan bu chang. Arilar qo'yib olsak tozalab chiqmaydimi? Yo'q, tozalab chiqmaydi. Hozir arixonangizni polni apiterapiyani hozir mana shu pilisus bilan tozalaymiz-da. Havoni qarang, metriga metr kuba tozalaydi bu minutiga. Mana ko'rasizmi? Apiterapiya ko'rib turganingizdek xalq narodni, ya'ni xalq tabobati bo'yicha opamiz bu yerda ariq qo'yadi, ya'ni shamollash, bo'g'in kasalliklari, teri tana soil kasalliklari bo'yicha opamiz mutaxassis apiterapist. Shunaqami opa? Xonangizni chang bo'lsa tozalab beramiz, eslashda. Xo'pmi? Mana tanishtirib ketyapman. Bu Almaz Medline'ning bir qismi. Endi dal laboratoriyaga ketamiz, parazitologiya bilan. Ketdik. Ana. Yo'taling, mana shu ichiga yo'taling. Hammasini qo'shib bitta ko'ramiz hozir. Mikroskopda ko'ramiz qancha bakteriya bor, infeksiya bor, nima bor. Bitta ko'rib berasiz. Doktor bu, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hozir salomat. Doktor ham kasal bo'ladimi degan joyiga mana isboti. 3 metr kuba havoni tozaladik-da. Mana bakteriyalarni olib kelib sizga ko'rsatyapmiz. Siz buni ko'rib berishingiz kerak. Buni tarkibida nima bor, nima yo'q. Mana sveji holatda. Filtrdagi sveji chang. Ozgina toza to'proq bo'lganda urib yuborardik lekin. Tak, mana bundan qirmoq olamiz. Hozir qanday g'alati chang bo'lganda ham. Buni qirmoq olamiz. Hozir buni tarkibini mikroskopga ko'rishga harakat qilamiz. Qani nima bor? Bu chang nima bo'lishi mumkin va bizga nima holatlarga olib kelib berishi mumkin? Allerginmi yoki biron bir infeksiya qo'zg'atuvchimi? Hozir mana shu chang havomiz tarkibida yig'ilgan chang hisoblanadi, to'g'rimi? Hozir havomiz tarkibidagi chang ko'rinayotgan bo'lsa, bu qanaqa bakteriya, odamga qanaqa zarar beradi? Hammasini dispersligi, changning dispersligi degan narsa bo'ladi. Bu o'zgaryapti. Demak, bu yerda kristallar ham bor. Ma'lum bir kristallar bor. Kristallardan tashqari havoda uchib yuradigan dispersligi, ya'ni zichligi yuqori bo'lgan uchib yurgan nimalar bor. Mikrozarrachalar bor. Qanaqadir qilchalar bor. Bular hammasi allergen ham bo'lib xizmat qiladi. Inson tanasiga tushganda biron bir yaraga o'xshagan narsa ham keltirib chiqarishi mumkin. Inson tanasida yashab ketish ehtimoli. Bu yerda griboklar ham bo'lishi mumkin. Havo chang zarrasida bo'ladigan. Dispersligi o'ta ham xunuk. Ya'ni buni tarkibida 5 xil, 10 xil narsa bo'lishi mumkin bo'lgan chang zarrasi. Bu organizmga tushganda albatta eriydi. Tuz bo'lishi mumkin, kislota bo'lishi mumkin, har qanday holatga bizga yomon ta'sir qilishi mumkin. Qisqasi, tashqi allergen sifatida xizmat qiladigan zarrachalar. Bulardan albatta ehtiyot bo'lish kerak. Bu uchun albatta maska taqish kerak. Almaz Medline klinikasi 250 ming so'mdan atiga, hatto Toshkentda mehmonxona ham topa olmaysiz. Bu yerda igoterapiya, osteopatiya va doktorlar nazorati ostida bo'lasiz. 3 mahal ovqati bilan Almaz Medline klinikasi. Marhamat, keling, tashrif buyuring, guvohi bo'ling. Salomat bo'ling azizlar.